Atrof yam-yashil. Daraxtlar shunchalik gursillab o'sganki, go'yo ular osmon bilan yer o'rtasidagi sirli ko'prikdek. Lekin ular bugun boshqacha. Shoxlari yerga egilgan, go'yo musibatdan qaddi bukilgan insonga yaqinroq kelib, pichirlayotgandek. Sabr qil, bu ham o'tkinchi. Qushlarning chug'urlashiga quloq tuting. Bu shunchaki sayrash emas. Bu qalbini yo'qotib qo'ygan inson uchun yuborilgan ilohiy nido. Ular har bir sayrashida Allohga qayt, istig'for ayt, qalbing faqat shunda orom topadi, deyayotgandek tuyuladi. Hayot qiziq. Inson doim qidiradi. Nimani? Baxtnimi? Boyliknimi? Yo'q. U aslida o'zini, o'z qalbini izlab yashaydi. Ammo yo'qchilik eshik qoqqanda hamma birin-ketin tark etar ekan. Kecha yoningda turgan do'sting bugun begona. Hatto soyang ham qorong'ulik tushishi bilan seni tark etadi. Shunday og'ir damda tabiat senga so'zsiz gapiradi. Egilgan daraxtlar sening darddoshing, qushlar esa sening zikrdoshing bo'ladi. Qalbingdagi bo'shliqni dunyo matohlari bilan emas, astag'firulloh sadosi bilan to'ldir. Shunday ko'rasan, hamma ketgan joyda ham u zot sen bilan birga bo'ladi. Muallif Hoji Akbar Ubaydullayev.